Malak qizim, kartoshkani sal yuqoriroq art. Senga gapiryapman, Malak. Axir uvoli bor buni. Nima ish qilsam aql o'rgataverasiz-a? Meni yomon ko'rganingizdan ataylab asabimga tegasiz-a? Hali nimaga kech kelding? Hali nimaga ishni chala qilding? Sizga nima? Bilganimni qilaman. Qizim, axir otangman. Nima desam ham seni kelajagingni bilan gapiraman. Siz meni otam emassiz. Meni umuman otam yo'q. Otam men uchun o'lgan. Menga xo'jayinlik qilmang, tushundingizmi? Malak, nega ovozing bilan chiqyapti? Tinchlikmi qizim? Sizga mana shu eringiz mendan ustun-a? Shu uchun nuqul unga emas, menga baqirasiz. Faqat men aybdorman. Haddingdan oshyapsan qizim. O'sha eringizni yaxshi ko'rganingiz uchun ham o'zingizlarga qizcha tug'ib oldinglar, lekin menga faqat ish buyurasizlar. Bu uyda men malayman faqat. Malak, haddingdan oshyapsan qizim. Tilim bor deb har gapni gapiraverasanmi? Otang ko'chaga haydaganda kim uy berdi